Opa Sevara Nazarxonning qo'shig'ini juda ham chiroyli aytdingiz, rahmat. Kutmagan narsalar bo'lib ketdi, chunki men boshdan so'zni yaxshi bilmayman. Pozor qildilar meni Sevaraxon. Lekin men duximga o'tirmadim. Adrenalinda etvordim. Qoshlaringiz tabiiy chiroylidir, rahmat. Bolam uxlayapti. Alloh bergan, men unday qilganman, bunday qilganman deb aytmang. Nimaga? Nimaga aytmayman? Siz kimsiz meni o'rgatasiz qanaqa yashashga? Astag'firulloh, astag'firulloh. Siz, men bilmayman, sizni kim boshqaradi? Shayton boshqaradimi sizni? Allohni tilga olmaymanmi men? Nimaga men Allohni tilga olmayman? Nimaga men Allohga shukr qilib yashamayman? Nimaga men Allohni sevmayman? Alloh menga bu dunyoni ko'rsatib berdi. Alloh menga shunaqa hayot berdi. Nifiga себе, bu qanaqa ujus odamlar o'tiradi bu yerda. Qani o'sha SMS men shu odamni blokka tiqib qo'yay, mana shunaqa odamlar meni profilimda o'tirmasin. Odamlar mana shu eshityapsizlarmi, nima deyishayotgan odamlarni? Voy tavba, astag'firulloh. Hijobga kirish niyatingiz bormi? Yo'q, niyatim yo'q. Men siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Meni ishga oling. Bizda joy yo'q ishga. Menda tak 83 ta odam qo'limda ishlaydi, 83 ta. Jasur Hamroyevda fikr. Jasur Hamroyevni juda ham hurmat qilganman. Jasur Hamroyev meni do'stim bo'lgan. Alloh o'z dargohida qabul qilsin, joylari jannatda bo'lsin. Innalillahi va inna ilayhi rojiun. Vaziyatlardan chiqdingiz. Ilm, ishonch, Xudodan birinchi tavba qilish kerak. O'zi aslida birinchi o'rin tavba qilish kerak. Undan keyin nima qilish kerak? Kechirim so'rash kerak. Kechirim so'ragandan keyin shukr qilish kerak. Mana bo'ldi. Eng asosiysi narsalar shu. Bizda sirazi nolishga boshlanadi odamlar. Voy, meni hayotim bunaqa, unaqa, hayotim yomon desangiz, uni tepaga ketadi. Chunki farishtalar bor. Alloh bor. Hamma narsani bilguvchi Alloh va farishtalar. Hamma narsani yetkazadi Allohga. Shu uchun nolimasdan, nima bo'lmasa ham qat'iy nazar hayotda, qanaqa hayot kechmasangiz ham nolish kerak emas, Allohga shukr deyish kerak. Oyog'im butun, qo'lim butun degan narsa bor-da, elementar.